Bitta tanishim bor edi, judayam aqlli bola. 4 yil oldin esimda bor, o'qishga kirgan grantga. Uydagilari o'sha payt judayam xursand bo'lishdi, faxrlanishdi va hammaga o'sha o'rtog'imni o'rnak qilib ko'rsatishni boshlashdi. Yaqinda o'qishni bitirdi, ish izlayotgan ekan va yuzidan ko'rsangiz, hafsalasi pir bo'lgan. Gap shundaki, judayam ko'p talabalarni o'qish davrida boshqalarga o'rnak sifatida ko'rsatishadi. Lekin o'qishni bitirgan kuni esa bir kunda namunali, aqlli talabadan ishsiz va tajribasiz insonga aylanadi. Hamma ham emas, lekin ba'zilar reallikdan qochish uchun magistraturaga ham o'qishga kirishadi. O'rtoq, agarda siz ham talaba bo'lsangiz, hozirdan hisobingizni oling. Qanaqadir sohada yoki qaysidir kasb egasi bo'lib, ikkinchi kursingizdaroq part-time qayerdadir ishlashni boshlang. Unutmang, ish beruvchilarga har doim tajribasi bor ishchilar kerak. Ertaga o'qishni bitirganingizda hech kim sizga bu bola o'qishni grantga bitirgan demaydi. Hamma bekorchi, bo'sh vaqtida undan ko'ra ilm o'rgansa bo'lmasmidi shu bola deb gapirishadi. Hatto